imtihon uchun kelgan bu dunyoda boshqalar tarafidan uchirganlarimiz, hatto uchirgan tengsizliklarimiz, oqibatimizdan ansirashlarimiz borgan sari qalbimizni qaraytib, qalbimizda siqilish paydo qilib qo'yishi mumkin. İnsonga dard, alam va umidsizlik beradigan bu ich siqilishlardan qutulib rohatlanish uchun ma'naviy tarafdan shifo bo'ladigan oyatlarni o'qishimiz muhimdir. Chunki suyumlik payg'ambarimizning bir musulmonning beshiga har qanday bir musibat, qiyinchilik, hasrat, g'am, qayg'u yoki aziyat kelsa, hatto putiga bir tal tikan kirsimi, Janobi Alloh bu musulmonning tortqanlarini uning gunohlarining kafarati qilib berdi degan hadisiga qaraganimizda, aslida biz yomon deb qaragan ishning biz uchun xayrli ekanligini bilib olmoq tas emas. Bu sababdan Allohning bizni sinagan imtihonlariga nisbatan aslo isyon qilmasligimiz va butun vujudimiz bilan Allohga tavakkul qilib, Allohning arg'amchisiga esilgan holda butun qiyinchiliklarga sabr qilib, oxirining xayrli bo'lish uchun duo qilishimiz biz uchun yaxshidir. Musibat yoki ich siqilishdan kelib chiqqan ahvollar odamga to'ydirmay yomon ta'sirlarni olib kelishi mumkin. Kundalik turmushimizda ilohiy imtihon sifatida oldimizga chiqqan qiyinchiliklar to'g'risida dard etmay sabr qilish orqali imtihondan muvaffaqiyatli o'tishga tirishish lozim. Kunda 7 qatim Inshirah surasini o'qishning odamning qalbidagi siqilishlarga shifo bo'ladiganligi to'g'risida ba'zi ma'lumotlar bor bo'lib, rivoyat qilinishicha 5 vaqt namozning keynidan Inshirah surasini o'qigan kishining ishlarini osonlashtiradi. G'am qayg'u ichida bo'lsa, g'am qayg'udan qutulib, qalbi rohatlashadi. Nafs siqilishi bor bo'lgan yoki shuningga o'xshash kesili bo'lgan kishi bu surani o'qishni davomlashtirsa, Alloh taolo u kishini kasalliklardan saqlaydi. Dard, alam va qiyinchilikqa mubtalo bo'lgan kishi insonning qalbiga huzur va orom baxsh etadigan Inshirah surasi qiyinchilik, chorisizlikda o'qishga eng loyiq duolardan biridir. İslamның tunji musulmonlardan biri bo'lgan Abu Salama radhiyallohu anhu suyimlik payg'ambarimiz bilan bir satda turib, nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni besib o'tgan jasur sahobalardan biri edi. Uning ayoli Ummu Salama bilan bo'lgan muhabbat hikoyasi Makka va Madinadagi hammalarga tanishliq bir hikoya bo'lib, bu bir jup ayolning baxt saodatga to'lgan turmushiga hammalar havas bilan qaraydi. Bir kuni Abu Salama payg'ambar alayhisalomdan xush xabar elib, Ummu Salamaning yeniga qarab yugurib ketib o'tadi. U shu topda dunyodagi butun narsadan, mol-mulkdan nachasi xayrlik bo'lgan bir xabarni ko'tarib ketib atgan edi. Uning dunyoga oid bo'lmagan bir xabarni olib kelganligini bilgan Ummu Salama texmi qiziqqan holda qanday xush xabar ekanligini so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki, shu 3 duoni qilgan kishiga Allohning u kishini yordamsiz tashlab qo'yganligi yoki u kishiga yo'qitib qo'yganlaridan munajjahasi yaxshisi bilan to'liqlab bermay qolgan ish yo'qdir dedi. Bu gapni anglagan Ummu Salama texmi qiziqib, "Ey Abu Salama, tezroq aytsilichu." Abu Salama radhiyallohu anhu o duoning birinchisi "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Alloh tarafdan keldik, Allah tarafga qaytarilamiz. İkincisi, Allahumma ajurni fi musibati. Allohim, tortgan bu musibatimda menga ajr bergin. O duoning uchinchisi, Waqlifni minha khayra. Allohim, beshimga kelgan musibatning o'rnini texmi yaxshiroq bilan to'liqlab bergin. Bu 3 duoni qilib dard, alam, ich siqilishlardan qutulmagan kishi yo'qdir, deb Rasulullohdan anglagan duolarni Ummu Salamaga so'zlab berdi. Oradan necha yil o'tib, Ummu Salama jon yo'ldoshi bo'lgan Abu Salimadan vaqtsiz ayrilib qoldi. Bu musibat uningga og'ir kelib, bak yig'laydi va cho'nqur g'am qayg'uda qoldi. Oxirida eri uningga o'gitib qo'ygan 3 duodan o'ziga tasalli topdi. Har qatim duoning 3-inchisi kelganda dimi siqilib ketdi. Chunki uningga Allohim, tortgan musibatimning o'rnini texmi yaxshisi bilan to'liqlab bergin degan ma'nodagi duo u o'z-o'ziga Abu Salimadan yaxshisi yo'qdir deydi-yu,
ammo shundaqdimi suyimlik payg'ambarimiz degan bo'lsa shundaqdir deganicha 3-chi duoni qiladi. Abu Salima tugab ketib uzun o'tmay ishki qiladi va meni Allohning elchisi avatdi deb bir sahoba keladi. Ummu Salama ishini ichib payg'ambarimizning o'zini nimishqa avatganligini so'raydi. Ondan Abu Salimadan yaxshiroq yana kim bor edi? Bor deyilsa, albatta Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam bor deganicha Rasulullohning to'y taklifini qabul qiladi. Yuqorqi o'rnakdan shuni bilib olishga bo'ladiki, duoning kuchiga va ta'siriga ishonish kerak. Ey Rabbimiz, bizni rahmatingga olgin. Hozirgi ahvolimizdan bizga qutulish yo'lini va yo'limizda to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib bergin. Ey Rabbimiz, bizga har musibatga qarshi sabr bergin va musulmon holatimizda jinimizni olgin. Janobi Alloh Sura Tavbaning 51-oyatida mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mu'minlarga aytqinki, ular hamma ishini Allohga topshirsin. Onunga tavakkul qilsin. Onundan boshqa hech qanday birga yo'lanmasin. Alloh tilli panoh tilab, faqat onundan yordam kutadigan mu'minlarning o'qishiga tavsiya qilinadigan suralarning biri Anbiya surasidir. Bu suradagi nurg'ulg'an oyatlarni, bo'libmi 87-oyatni qiyinchilik, musibatlik kunlarda o'qiladigan qiyinchilik duosi ekanligini ko'rib olamiz. Bandalarga qarshi Alloh menga yetar. Maxluqotlarga qarshi hammani yaratquchi Xoliq zot menga yetar. Rizq yeydiganlarga qarshi rizq berguchi Razzoq zot menga yetar. Menga u yetarlikdirki, u menga kafidir. Menga Alloh yetar. U nima degan katta vakil. Menga Alloh yetar. Uningdan boshqa iloh yo'qdir. Onunga tavakkul qildim. O katta arshining egisidir. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, suyimlik payg'ambarimiz qiyinchilik kunlarda mundaq duo qilishni tavsiya qilgan ekan. La ilaha illallohul alimul halimul karim. Subhanalloh va tabarakallohu robbul arshil azim. Valhamdulillahi robbil alamin. Ko'ngli yerim chaqda o'qiladigan yana bir duo bo'lsa, La ilaha illallohul azimul halim. La ilaha illallohu robbul arshil azim. La ilaha illalloh robbus samawati va robbul ard va robbul arshil karim. Al-azimul halim. Allohdan boshqa iloh yo'q. Arsh karimning sohibi Allohdan boshqa iloh yo'qdir. 7 qat osmonning, zaminning va sharaflik arshining sohibi Allohdan boshqa iloh yo'qdir.